qara, ish qilib, anu agentlik orqali bir nima qilmadingmi? Ha? Oyi, vahima qilmang. Balkim firmamning qarzi bordir, shunga chaqirgandir. Voy Xudoyim-ey, voy qizim-ey, ish qilib oxir baxayr bo'lsin-ey, Xudoyim-ey. Voy, kimdir ustimdan arz qildimi ekan? Yo'q, unaqa bo'lishi mumkin emas. Firmamning hamma ishlari qonuniy. Yoki topshirgan loyihalarim kimgadir yoqmagan bo'lsa, pulini undirish uchun shikoyat qilganmikan. Lekin hamma buyurtmachilar xursand bo'lib ketishardi. Ey Xudoyim, ish qilib tinchlik bo'lsin-da. Imonaxon? Turdingizmi? Ha, kenaya. Akangiz chaqiryaptilar. Nimaga kenaya? Voy, men bilmayman, chiqarkansiz. Obbo. Oyim hammaga jar solganlar shekilli. Xudoyim-ey.